Rus yozuvchisi Anton Chexov qalamiga mansub 6-palata nomli asar asosida tayyorlangan radio postanovkani e'tiboringizga havola etamiz. Asar Peshka yonida kasalxonaning eski tuskulari uyilib yotibdi. Eski tuskularning ustida esa harbiy xizmat yog'ida cho'qqi soqolli, qop-qora jingalak sochli, juda pitirak chol joylashgan. Kunduzlari u palatada derazalar orasida qatnaydi yoki to'shakda chordana qurib o'tirib, tinmasdan hushtak chaladi, hirgoyi qiladi va qiqir-qiqir kuladi. Bu Moiseyka degan juhud. Qalpoq tikadigan ishxonasiga 20 yil avval o't tushgach, es-hushidan ayrilib qolgan tentak. Uning o'ng tomonidagi qo'shnisi Ivan Dmitrich Gromov 33 yoshga kirgan kishi. O'zi kiborlardan, ilgari sud pristavi va guberna kotibi bo'lgan. Hozir birov ta'qib qilib kelayotir degan dardga mubtalo. U g'ujinak bo'lib o'rnida yotadi, yo sayr qilayotgan odamdek uyning u boshidan bu boshiga qatnaydi. Juda kam o'tiradi. U qandaydir bir noma'lum narsani kutib, doimo hayajon ichida, vahima changalida diqqat qilib turadi. Agar dahlizda biron sharpa sezsa, yo hovlidan biron tovush eshitsa bas, darrov boshini ko'taradi va meni olib ketish uchun kelayotgan bo'lmasinlar, meni izlayotgan bo'lmasinlar deb quloq soladi. Shunday paytda uning yuzida qattiq bezovtalik va nafrat aks etadi. Ivan Dmitrichning o'ng tomonidagi hamxonasi juda semiz, dumaloq bo'lib qolgan, yuzida hech qanday fikr ifodasi yo'q, zehndan mahrum bir kishi. 6-nomerli palatada istiqomat qiluvchilarning 5-chisi va so'nggisi bir vaqtlar pochtada xat saralovchi bo'lib ishlagan ushoqqina, ozg'in, yoqimli, lekin yuzida makkorlik aks etib turgan sariq sochli Mishchanin. Uning yostig'i va to'shagi tagida bir narsa borki, uni hech kimga ko'rsatmaydi. Ba'zan deraza yoniga boradi-da, o'rtoqlariga orqasini o'girib, ko'kragiga nimadir taqadi. Keyin boshini egib qaraydi. Agar o'sha topda uning yoniga borilsa, xijolat tortib ko'kragidagi haligi narsani yulib oladi. Lekin uning sirini bilish qiyin emas. Ivan Dmitrich, meni tabriklang. Meni 2-daraja yulduzli Stanislav ordeni bilan mukofotlanishga tavsiya etilaman. 2-daraja yulduzli faqat chet elliklarga beriluvchi edi. Lekin men uchun negadir istisnoga yo'l qo'yishmoqchi. Buni qarang, to'g'risini aytsam, hech kutmagan edim. Men bu narsalarga tushunmayman. Lekin men ertami, kechmi, axir nimagadir muvaffaq bo'laman. Bilasizmi? Men albatta Shvetsiyaning Polarna zvezdasini olaman. Shunday o'rninki, kiroyi ovora bo'lganingga arziydi. Oq krest, qora lentali, juda chiroyli o'tdi. Ehtimol boshqa hech yerda hayot shu joydagidek bir zaylda o'tmasa kerak. 6-palatadagilar yangi odamni kamdan kam ko'rishadi. Yangi jinni bo'lganlarni doktor ko'pdan beri qabul qilmay qo'ygan. Jinnixonalarni borib ko'radigan ishtiyoqmand esa bu dunyoda juda oz. Bu yerga har 2 oyda bir marta sartarosh Semyon Lazarich keladi. Uning qanday qilib jinnilarning sochini olishi va Nikitani qay taxlitda unga yordam berishi, har gal mast bo'lib kulimsirab ketayotgan sartaroshni ko'rganda kasallarni qanchalik jon titrog'iga tushishlari haqida so'z ochmaymiz. Bu yerga sartaroshdan o'zga hech kim kelmaydi. Kasallar har kuni faqat Nikitani ko'rishga mahkum. Aytmoqchi, yaqinda butun kasalxonaga ajib bir xabar. 6-nomerli palataga doktor kelib turadigan bo'libdi degan ovoz tarqaldi.
Kasalxonaga yangi kelgan chog'larida Andrey Yefimich jon kuydirib ishladi. Har kuni tush paytgacha kasal ko'rdi. Operatsiyalar qildi, hatto akusherlik tajribasi bilan ham shug'ullandi. Lekin vaqt o'tishi bilan ishning bir xildaligi va chamasi natijasizligi uni zeriktirardi. Bugun 30 ta kasalni qabul qilsang, ertaga qarabsanki 35 tasi tayyor. Uni ertasiga 40 tasi. Shu taqlidda kundan kunga, yildan yilga. Shaharda esa o'layotganlarning soni kamaymaydi. Kasallar kelishini qo'ymaydi. Ertadan kechgacha qabul qilinadigan 40 ta kasalga jiddiy yordam berishni hech imkoni yo'q. Demak, g'ayri tabiiy ravishda aldash bo'lib chiqadi. Men zararli ishga xizmat qilmoqdaman. Va o'zim aldayotgan odamlardan oylik olmoqdaman. Men vijdonsizman. Vijdonsiz. Lekin bu boshqa vijdonsizlik oldida hech gap emas. Chunki men ijtimoiy yovuzlikning bir bo'lakchasiman xolos. Uyez boshliqlarining hammasi zararli kishilar. Bekorga oylik olishadi. Demak, yerdan qor ketib kasalxona bog'ida maynalar sayragan chog'da doktor do'sti pochta mudirini darvozagacha kuzatib qo'ygani chiqdi. Gadoylik qilib yurgan Moiseyka xuddi shu paytda hovliga kirib keldi. U boshyalang, sarpoychan oyog'ining uchiga kalishilgan, qo'lida sadaqalar solingan to'rvasi bor edi. Bir tiyin ber. Moisey, bu yaxshi emas. Loygarchilikda sarpoychan yurib bo'ladimi? Qani bu yoqqa yurchi? Yur. Salom Nikita. Salom janob oliylari. Bir iloj qilib mana bu eti-peti top berish kerak. Bo'lmasa shamollab qoladi. Xo'p bo'ladi janob oliylari, nozirga aytaman. Shunday qilgin, meni nomimdan so'ragin. Doktor keldi. Doktor keldi nihoyat. Afandilar, tabriklayman. Doktor bizlarni kelib ko'rishni loyiq topibdi. La'nati. Kazanda. O'ldirish kerak bu kazandani. Yo'q, o'ldirish kamlik qiladi. Hojatxonaga cho'ktirib yuborish kerak. Nima uchun? Nima uchun? O'g'ri, muttaham, jallod. Tinchlang. Ivan Dmitrich. Ishoning, men hech qachon hech narsa o'g'irlagan emasman. Boshqa jihatlarni bo'lsa juda ham oshirib yubordingiz deyman. Mendan qattiq xafa bo'lganga o'xshaysiz. Iloji bo'lsa, qizishmasdan ayting. Nega mendan xafasiz? Nima uchun meni bu yerda tutib o'tiribsiz? Kasalligingiz uchun. Ha, kasalman. Lekin nega endi biz sho'rliklar hamma uchun bu yerda o'tirishimiz kerak? Siz feldsher, nozir va kasalxona xodimiman deb yurgan ablahlarning hammasi axloq jihatidan bizlarning har birimizdan qiyos qilib bo'lmas darajada tubansiz. Nega biz o'tiribmiz-u, sizlar o'tirmaysiz? Qani mantiq? Bu yerda gap axloq yoki mantiqda emas, Ivan Dmitrich. Hammasi tasodifga bog'liq. Kim loyiq bo'lsa, o'sha o'tiribdi. Kim loyiq bo'lmasa, yuribdi. Mana shu meni doktorligim va sizning ruhiy xastaligingizda axloq ham, mantiq ham yo'q. Faqat tasodif xolos. Men bunaqangi bema'ni gaplarga tushunmayman. Meni bo'shatib yuboring. Iloji yo'q. Xo'sh, nima uchun? Chunki bu meni ixtiyorimda emas, Ivan Dmitrich. O'ylab ko'ring. Chiqarib yuborishimni sizga nima foydasi bor?
Boringki, sizni bo'shatib yubordim. Lekin albatta yo politsiya, yo shahar ahlidan birontasi sizni ushlab yana shu yerga olib keladi. Aha. Bu to'g'ri gap. Bu to'g'ri gap. Bu dahshatli. Endi men nima qilay axir? Nima? Qachonki jamiyat ruhiy kasalliklardan, jinoyatlardan va umuman birga bo'lish o'ng'aysiz deb hisoblanadigan odamlardan o'zini chetga tortsa, unga chora yo'q. Endi sizga bitta yo'l. Shu yerda turishimiz zarur deb o'zingizga tasalli berasiz. Bu yerda turishimni hech kimga keragi yo'q-ku. Madomiki turma, jinnixona degan joylar bor ekan, axir kimdir o'tirish kerak-da. Siz bo'lmasangiz, men bo'lmasam yana birov. Shoshmang. Bir zamonlar kelib turma, jinnixona degan narsalar yo'q bo'lib ketadi, Ivan Dmitrich. O'shanda derazalardagi temir panjaralar ham, mana bu ustingizdagi choponlar ham bo'lmaydi. Albatta, ertami, kechmi shunday vaqt keladi. Hazillashyapsiz. Siz va yordamchingiz Nikita singari janoblarning kelajak zamon bilan mutlaq ishi yo'q. Lekin xotiringiz jam bo'lsin, muhtaram afandim. Yaxshi zamonlar albatta keladi. Mayli meni og'zimdan yaramas so'zlar chiqayotgandir. Kula qoling. Lekin yangi hayot tongga otadi. Haqiqat yuzaga chiqadi va bizning ko'chada ham bayram bo'ladi. Men ko'ra olmayman. O'lib ketaman. Lekin kimlarningdir evara chevarasi ko'radi. Joni dilim bilan ularni tabriklayman. Shoddanaman. Ular uchun shoddanaman. Olg'a. Xudo yor bo'lsin do'stlar. Mana shu panjaralar orqasidan turib Fotiha beraman. Yashasin haqiqat. Shodlanaman. Men shodlangudek bir sabab ko'rayotganim yo'q. Turma va jinnixonalar yo'qoladi, to'g'ri. Siz aytgandek haqiqat ham yuzaga chiqadi-yu, lekin narsalarning asli o'zgarmaydi-da. Tabiat qonunlari shu holicha qolaveradi. O'shanda ham odamlar kasal bo'ladi. Hozirgiga o'xshab o'laveradi. Hayotingizni har qanday porloq nur yoritmasin, axir bir kun sizni tobutga solib, qopqog'ini mixlab chuqurga tashlaydilar. Abadiylikchi? Qo'ysangizchi. Siz ishonmaysiz-ku, mayli men ishonaman. Yo Dostoyevskiy, yo Volter kimdir bittasi agar Xudo bo'lmasa, uni odamlarning o'zi o'ylab chiqarardi deydi. Agar abadiylik yo'q bo'lsa, ertami, kechmi insonning buyuk aqli uni o'ylab topadi. Men shunga qattiq ishonaman. Ma'qul gap. Sizni ishonganingiz yaxshi. Bunday ishonchli bo'lgan odam devor orasiga shuvab tashlanganda ham yashashi mumkin. Siz biron yerda bilim olgan edingizmi? Ha, men oliy maktabda o'qirdim. Lekin tamomlagan emasman. Siz fikr qiladigan, chuqur mulohazali odamsiz. Har qanday sharoitda yashasangiz ham o'zingizni yubata olasiz. Hayotni yaxshi anglashga intiladigan, chuqur va ozod fikr hamda dunyoni bo'lmag'ur ikir-chikirlariga butunlay nafrat bilan qarashlik mana shu ikki ne'matdirki, inson bundan buyuk narsani ko'rgan emas. Garchi siz temir panjara ichida pinhon bo'lsangiz ham unga erisha olasiz. Diagen bochkada yashagan. Shunda ham yer yuzidagi podsholardan baxtli bo'lgan. Diageningiz ahmoq edi. Nega menga Diagen yana qandaydir hayotni yaxshi anglashlar haqida so'zlayapsiz? Men hayotni sevaman. Ehtiros bilan sevaman. Meni birov ta'qib qilayotir degan dardga mubtaloman. Mudom qattiq qiynaydigan qo'rquv changaladaman. Lekin shunday daqiqalar bo'ladiki, hayotga tashna bo'laman. Ana shunda jinni bo'lib qolishdan qo'rqaman.
juda yashagim keladi. Juda. Hayol surganimda ko'zlarimga allanimalar ko'rinadi. Oldimga qandaydir odamlar keladi. Qulog'imga cholg'u ovozlari eshitiladi. Nazarimda qandaydir o'rmonlarda, dengiz bo'ylarida yurgandek sezaman o'zimni. Va hayotning ikir-chikirlari, harakatlar bilan band bo'lgim keladi. Aytib beringchi, qani u yoqda qanday yangiliklar bor? Nima gaplar? Nima bo'lardi? Shaharda kishi benihoya zerikadi. Bir og'iz so'z qotguday yoki so'zga quloq solguday odam yo'q. Yangi kelgan odamlar ham yo'q. Aytmoqchi, yaqinda Xobotov degan yosh doktor keldi. U men borligimda kelgan edi. Qalay? U ham bitta ablahtirdi. Madaniyatsiz odam. Bilasizmi? Shunisi qiziqki, umuman qarab tursangiz poytaxtimizda aql idrokni turg'unlik yo'q. Harakat bor. Demak, u yerda haqiqiy odamlar ham bo'lishi kerak. Lekin negadir bu yerga har gal shunday odamlarni yuborishadiki, ko'rmasam desam kishi. Baxtsiz shahar. To'g'ri. Baxtsiz shahar. Umuman gazeta, jurnallarda nimalar yozilyapti? Men sizga aytsam, shaharda Palata qorong'ilashib qolgan edi. Doktor o'rnidan turib, chet ellarda va Rossiyada nimalar yozayotganlari, hozir qanday fikriy oqimlar borligini so'zlay boshladi. Ivan Dmitrich g'oyat diqqat bilan tinglab, savollar berayotganda, lekin to'satdan bir mudhish ish yodiga tushganday boshini ushladi va doktorga orqasini o'girib yotib oldi. Sizga nima bo'ldi? Ivan Dmitrich. Endi siz mendan biror og'iz so'z eshitmaysiz. Tinch qo'ying meni. Salom. Aytdim-ku, tinch qo'ying. Salom do'stim. Uxlayotganingiz yo'qmi? Avvalo, men sizni do'stingiz emasman. Ikkinchidan, mendan bir og'iz ham so'z eshitmaysiz. Behuda o'rnayapsiz. Qiziq. Kecha bir yaxshi totuvlik bilan so'zlashayotgan edik. Lekin nimagadir to'satdan xafa bo'ldingiz va suhbatni to'xtatib qo'ydingiz. Ehtimol og'zimdan biron nojo'ya so'z chiqdimi? Yo bo'lmasa sizni aqlingizga to'g'ri kelmaydigan fikr aytib qo'ydimmi? Shunaqa deng. Ishondim qo'ydim-da sizga. Josuslikni, sir olishni boshqa joyga borib qiling. Bu yerda ketmaydi. Nima uchun kelganingizni kechayoq bilgan edim. Qiziq xayol. Demak, sizni bilishingizcha men josus ekanman-da. Bo'lmasa-chi? Men uni qo'liga sinash uchun topshirilgandan keyin doktormi, josusmi baribir. Siz chindan ham tentak ekansiz-ku. Xo'p, aytaylik siz haqli bo'ling. Aytaylik men munofiqlik qilib sizni so'zdan tutib politsiyaga bermoqchiman. Sizni qamoqqa olishsin. So'ng sud ham qilishsin. Xo'sh, o'sha turmada shu yerdagidan yomon bo'ladimi? Agar boshqa shaharga surgunga yuborsalar, shu hujrada o'tirishingizdan yomonmi? Menimcha yomon emas. Demak, nimadan qo'rqasiz? Qiziq. Nimadan qo'rqaman? Ko'pdan beri insonlarcha yashaganim yo'q. Bu yer juda yomon. Chidab bo'lmas darajada yomon. Aravaga tushib biron yerga, shahardan tashqariga chiqsam, so'ng uyim issiqqina saranjom sarishta xonamga qaytib kelib,
keyin turusroq doktorga bosh og'rig'ini davolatsam. Kishini huzur halovati tashqi sharoitda emas, azizim. Uning o'zida bo'ladi. Ya'ni Oddiy odamlar rohatni yoki azobni tashqi sharoitdan, masalan, aravadan, idoradan, fikr etuvchi kishi esa o'zidan kutadi. bu falsafani Gretsiyaga borib targ'ib qiling. U yer issiq va Pomeranskiyga to'la. Bu yerni bot havosi to'g'ri kelmaydi. Diogen haqida kim bilan so'zlashgan edim? Siz bilan bo'lsa kerak. Ha. Kecha men bilan. Diogen issiq uyga muhtoj bo'lgan emas. Boshqaga tushganda apelsin va zaytun mevasi yeb o'tiravergan. Agar Rossiyada turishga to'g'ri kelganda bormi? Dekabrda emas, may oyida ham uy talab bo'lib qolardi. Sovuq shunday ta'sir etsinki, Yo'q. Sovuqni va umuman barcha og'riqlarni ham sezmaslik mumkin. Mark Avreliy og'riq odamning og'riq haqidagi tushunchasi. Irodangni kuchaytirib, mana shu tushunchani o'zgartir. Nolishni to'xtat. Og'riq yo'qoladi deydi. Haq gap. Donishmand yoki umuman fikr qiluvchi mulohazali odam azobdan nafratlanishi bilan boshqalardan farq qiladi. U doim mamnun va hech narsaga taajjublanmaydi. demak men azob chekkanim, norozilik bildirganim va inson roziligiga taajjublanganim uchun ahmoq ekanman-da. Bu gaplaringiz ortiqcha. Agar siz durustroq o'ylab ko'rsangiz, bizlarni tahlikaga soladigan sirtqi narsalarning qanchalik arzimasligini anglab olasiz. Hayotni anglab olishga intilish kerak, azizim. Hamma baxt ana o'shanda. Anglash. Yo'q, men shuni bilmoqchimanki, nega siz anglab olish, azob chekishga nafrat bilan qarash singari masalalarda o'zingizni bilimdon hisoblayapsiz? Siz azob chekib ko'rganmisiz? Azob nimaligini bilasizmi? Kechirasiz, bolaligingizda sizni hech savalashganmi? Yo'q. Otam urib jazolashni yomon ko'rardi. Mening otam ayamay urardi. U badjahl, bo'ynigacha sarg'ayib ketgan, so'rraygan, qirra burun, bovasil bir mansabdor edi. Umringizda sizni birov chertgan emas. Hech kim qo'rqitib, yuragingizni olib qo'ygan emas. Bu qadar sog'lomsiz. Otangizni bag'rida katta bo'lgansiz va uni puliga o'qigansiz. So'ng darhol ishi oz, daromadi zo'r o'ringa o'tirib olgansiz. 20 yildan ortiq tayyor xizmatchisi, o'tin cho'pi, chirog'igacha tekin uyda yashagansiz. Buni ustiga qancha va qanday ishlash yoki ish qilmaslik o'z ixtiyoringizda bo'lgan. O'zingiz tabiatan yalqov, po'k odamsiz. Shuning uchun ham turmushingizni hech narsa bezovta qilmaydigan va joydan qo'zg'atmaydigan qilib tuzgansiz. Ishni feldsher va o'shanga o'xshash ablahlarga topshirasiz. O'zingiz issiqqina uyda o'tirasiz. Pul yig'ib, kitob o'qigan bo'lib, har xil bo'lmag'ur fikrlarning va ichkilikning kayfini surgansiz. Qisqasi, siz chinakam hayotni ko'rmagansiz. Uni past va balandini mutlaqo tushunmaysiz. Voqelikni bo'lsa, faqat nazariy ravishda bilasiz. Azob chekishga nafrat bilan qarashingiz va hech narsaga taajjublamasligingiz sababi juda oddiy. Turmushning ikir-chikirlari ichki va tashqi hayotga, azob chekishga va o'limga nafrat bilan qarash, anglab olish, haqiqiy saodat, bularning bari quruq falsafa. Masalan, bir mushuk xotinini urmoqda. Siz unga qarab turaverasiz. O'rtaga tushishni nima keragi bor? Qo'yaver, uraversin. Ertami kechmi ikkovi ham o'ladi. Buni ustiga urayotgan kishi urish bilan u odamni emas, o'zini haqorat qiladi deysiz. Ichib mast bo'lib yurish ahmoqlik, beodoblik, lekin ichsang ham o'lasan, ichmasang ham o'lasan. Xotin kishi keladi, tishim og'riyapti deydi. Xo'sh, nima bo'pti? Og'riq haqidagi tushuncha. Uni ustiga bu dunyoda kasal bo'lmay o'tmaydi kishi. Hammamiz ham o'lamiz. Shuning uchun xotin yo'lingdan qolma.
meni o'ylashimga, ichkilik ichishimga xalaqit berma deyiladi. Yosh yigit nima qilish va qanday yashash haqida maslahat so'raydi. Boshqa kishi bo'lsa, javob berishdan oldin o'ylab ko'radi. Sizning javobingiz esa tayyor. Anglab olishga yoki haqiqiy saodatga intil deysiz. Xo'sh, haqiqiy saodat nima? Bunga albatta javob yo'q. Bizlarni bu yerda panjara ichiga qamab chiritishmoqda. Holdan ketguncha azob berishmoqda. Bu juda yaxshi va oqilona ish. Chunki shu palata bilan yaxshi va issiq xonani orasida hech qanday farq yo'q emish. Qulay falsafa. Ish ham yo'q, vijdon ham sof, ham o'zingni dono odamday sezasan. Yo'q, afandim. Bu na fikr, na falsafa, na dunyoga keng qarashlik. Bu yalqovlik, afsungarlik, alahlash. To'g'ri. Azob chekishga nafrat bilan qaramaysiz. Agar barmog'ingizni eshik qisib olguday bo'lsa, tovushingizni boricha dodlar edingiz. Bordi-yu, dodlamasam-chi? Shundaymi? Dodlamaysiz-a. Mana agar birdan falaj bo'lib qolsangiz, yoki bironta ahmoq surbet o'zining mansabi va amaldan foydalanib, xalq o'rtasida sizni haqorat qilsa va unga hech qanday jazo bermasligiga ko'zingiz yetsa, ana unda boshqalarning hayotini anglab olishga va haqiqiy baxtga yo'llash nimaligini bilib qo'yar edingiz. Bu qiziq gap. Sizning shu zayl xulosa chiqarishlaringiz menga juda yoqadi. Haligina menga juda qoyil qoldiradigan baho berdingiz. To'g'risini aytsam, siz bilan suhbatlashish menga g'oyat katta rohat baxsh etadi. Xo'p. Men sizning so'zlaringizni tingladim. Endi siz ham meni so'zlarimga quloq soling. Bu suhbat 1 soatcha cho'zildi. Va haftadan Andrey Yefimichga qattiq ta'sir qilgan bo'lsa kerakki, har kuni shu yerga kelib turadigan bo'ldi. U nonushtadan keyin kelar, ko'pincha qorong'u tushguncha ham Ivan Dmitrich bilan suhbatlashib o'tirardi. Dastlabki kunlarda Ivan Dmitrich undan o'zini tortar va yomon niyat bilan kelib yuribdi deb shubhalanib, uni yoqtirmasligini ochiqdan ochiq aytar edi. Keyinchalik o'rganib qoldi va qo'r so'zlashmaydigan, ayab, istehzo aralash muomala qiladigan bo'ldi. Tez kundayoq kasalxonaga doktor Andrey Yefimich 6-nomerli palataga kirib yurar emish degan ovoza tarqaldi. Na feldsher, na Nikita, na kasallarga qarovchi ayollar hech kim uning nima uchun bu yerga kirishining, nega soatlab u yerda qolib ketishining, nima haqda so'zlashishining va nega dori yozib bermay chiqib ketishining tagiga yeta olmasdi. Bu holat pochta mudiri Mikhail Averyanishni ham esankiratib qo'ydi. Uning bu qiliqlari juda g'alati-ya. Men uni uydan topolmaydigan bo'lib qoldim. Doktor ma'lum soatlarda pivo ichgusi edi. Pivo ham ichmay qo'ydilar. Ovqatga ham kechikib kelyaptilar. Iyunning oxirlarida doktor Xobotov qandaydir bir ish bilan Andrey Yefimichning oldiga keldi. Xonasidan topolmagach, hovlidan izlay boshladi. Keksa doktorning ruhiy kasallarning yoniga kirib ketganini o'sha yerdagilar aytishdi. Xobotov u yerga bordi va dahlizda turib, ichkarida bo'layotgan suhbatga quloq tutdi. Bizlar bir-birimizni hech qachon anglay olmaymiz va meni o'z maslagingizga tortish qo'lingizdan kelmaydi. Voqelik bilan mutlaqo tanish emassiz. Hech qachon azob chekmagansiz. Faqat zuluk singari boshqalar azob chekayotgan joyda turib to'ygansiz. Men bo'lsam, tug'ilganimdan to shu damgacha muttasil azob tortib kelaman. Shuning uchun ochig'ini aytaman. Men o'zimni sizdan ustun va har sohada mo'tabarroq deb hisoblayman. Menga o'rgatmay qo'ya qoling. Sizni o'z maslagimga tortadigan xayol mutlaqo yo'q, azizim. Gap sizning azob chekishingiz-u, mening esa
chekmaganimda emas. Azob chekishlar, xursandchiliklar o'tib ketadigan narsa. Gap shundaki, bizlar fikr yuritamiz va bir-birimizda muhokama qilishga, fikr yurgizishga qobiliyatli odamlarni ko'rmoqdamiz. Ana shuning o'zi maslagimizning turli bo'lishiga qaramay bizlarni fikrdosh qiladi. Koshki siz umumiy ahmoqlik, qobiliyatsizlik, befahmlikning jonimga qanday chekkanini va har gal siz bilan qanday shodlanib suhbatlashishimni bilsangiz edi, do'stim. Siz aqlli odamsiz. Sizning yoningizda rohat qilaman. Andrey Yefimich butunlay aynab qolganga o'xshaydi-ku. Ya Rabbiy, biz gunohkorlarni o'zing kechir. To'g'risini aytsam, men ko'pdan beri shunday bo'lishini kutgan edim. Azizim, do'stim, sizga nisbatan ko'nglimning yaqinligiga ishonishingizni va o'zingiz ham meni do'st deb hisoblashingizni isbot qiling. Do'stim, men sizni ilmlik va sofdil bo'lganingiz uchun sevaman. So'zlarimga quloq soling azizim. Fan qoidalari haqiqatni yashirishga majbur qildi. Lekin men harbiychasiga to'g'risini shartda aytib qo'ya qolaman. Siz salomat emassiz. Kechiring meni, do'stim. To'g'risi buni allaqachonlardan beri atrofingizdagilarning hammasi sezgan. Hozirgina doktor Yevgeniy Fyodorovich menga sog'lig'ingiz uchun yaxshisi dam olish va ko'ngil ochish zarurligini aytdi. Tez kun ichida men otpuska olaman va sayr sayohat qilgani ketaman. Do'stim ekanligingizni ko'rsating, birga ketaylik. Boraylik. Yoshlik davrini esga solib aylanib kelaylik. Men o'zimni juda sog'lom sezyapman. Biron yoqqa borishning iloji yo'q. Ruxsat etsangiz do'stligimni boshqacha tarzda bildira qolay. Bir kun tushlik ovqatdan keyin Mikhail Averyanich keldi. Andrey Yefimich divanda yotgan edi. Xuddi o'sha topda bir shisha brom ko'tarib, Xobotov ham kelib qoldi. Andrey Yefimich zo'rg'a qo'zg'alib, turib o'tirdi va ikki qo'li bilan divanga tiraldi. Bugun azizim, rangingiz avvalgiga qaraganda ancha yaxshi. Azamatsizda, Xudo haqqi azamatsiz. Bo'ldi hamkasb. Bu g'ali o'zingizni ham joningizga tekkandir. Yaxshi bo'lamiz hamda. Hali yana 100 yil yashaymiz, shunday. 100 yil ko'p bo'lmas. Yana 20 yilcha. Hech qisi yo'q hamkasb. G'am yemang, qo'ying, vahima qilmang. Hali biz o'zimizni ko'rsatamiz. Kelasi yoz Xudo xohlasa Kavkazga qarab jo'naymiz va butun Kavkazni ot bilan aylanib chiqamiz. Kavkazdan qaytganimizdan keyin qarabsizki, to'y qilib yuborish ham hech gap emas. Uylantirib qo'yamiz sizni, sevikli birodarimizni. Uylantiramiz. Andishasizlik. Nahotki beandisha so'zlarni aytayotganingizni anglamaysiz-a? Andishasizlar. Qo'ying meni. Yo'qoling ko'zimdan. Ikkalangiz ham yo'qoling. Yo'qol befahmlar, ahmoqlar, yo'qol. Yo'qolinglar. Cho'ching. Men nima qilib qo'ydim? Shu
sho'rlik Mixail Averlyonich hijolat tortayotgandir. Ko'ngli juda ozor chekkandir. Umuman yomon ish bo'ldi, yomon. Ilgari hech qachon bunday bo'lmagan edi. Ish qani-yu, odob qani. Ertaga borib, undan uzr so'rashim kerak. Albatta. O'tgan ishni ko'ngildan chiqaraylik. Kim o'tgan ishni eslasa, ko'r bo'lsin. Lyubovkin, stul keltir. Hozir. Qani, marhamat qiling azizim. Rahmat. Sizdan gina qilish meni xayolimga ham kelgani yo'q. Dard hazil gap emas, men tushunaman. Kecha kasalingizni tutib qolishi doktor bilan meni qo'rqitib yubordi. Azizim, nima uchun kasalingizni jiddiy ravishda davolatgingiz kelmaydi? Shu yaxshimi? Do'stlik qilib ochiqni aytganim uchun kechiring. Siz o'zingizga to'g'ri kelmaydigan sharoitda yashaysiz. Joy tor, iflos, parvarishingiz yo'qdir. Yoki haqiqatan ham pul ishlab olsin deyotgandir. Shunday madaniyatsiz odamdan bunchalik nazokat. Bemoringiz qayerda? Kasalxonamda. Ko'pdan beri sizga ko'rsatmoqchi bo'lib yurgandim. Xobotov bilan Andrey Yefimich kasalxona hovlisiga kirishdi-da, to'g'ri aqldan adashganlar yotadigan binoga qarab yo'l olishdi. Buning hammasi negadir indamasdan qilindi. Haligi uyga kirganlarida Nikita odati bo'yicha irg'ib turib qomatini rostladi. Andrey Yefimich, kasallardan bittasi o'pkasini oltirib qo'yibdi. Siz shu yerda tura turing. Men hozir faqat stetoskopni olib kelaman. Qorong'u tusha boshlagan edi. Ivan Dmitrich o'rnida basharasini yostiqqa bosib yotibdi. Falaj odam harakatsiz o'tirib, asta yig'lab lablarini qimirlatyapti. Semiz kishi bilan sobiq xat saralovchi uxlashyapti. Jimjit. Andrey Yefimich bo'lsa, Ivan Dmitrichning kravatiga o'tirib kutdi. Xobotovning o'rniga qo'ltig'iga xalat, ichki kiyimlar, tufli ko'tarib xonaga Nikita kirib keldi. Marhamat, kiyining janob oliylari. Mana bu sizni o'rningiz. Bu yoqqa marhamat qiling. Hech qisi yo'q. Xudo xohlasa tuzalib ketasiz. Nahotki shu qadar qabihlik. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Xudo xohlasa tuzalib qolasiz. Qani endi kiyinib oling. Kiyining. Oling, mana kiyimlaringiz. Endi baribir. Mana kiyimda mahbusdan farqim qolmadi. Baribir. Frakmi, mundirmi, yosh xalatmi? Baribir. Lekin soatni olib ketdi-ku. Yon cho'ntagimdagi daftarimchi, papiroslarimchi.
Kiyimlarimni Nikita qayoqqa olib ketdi ekan? Endi ehtimol o'lgunimchayam shim, jiletka, etik kiyishga to'g'ri kelmas. Bu juda qiziq. Dafatan tushunib bo'lmaydi ham. Aytganday, hozir Ivan Dmitrich uyg'onadi va meni xalat kiygan holda ko'radi. Men unga nima deyman? Nahotki shu joyda mana shu odamlar singari kunlab, haftalab, hatto yillab yashash mumkin. Ertadan kechgacha qaqayib o'tirish va xayol surishmi? Yo'q. Yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu qandaydir anglashilmovchilik. Gaplashish kerak. Bunda anglashilmovchilik bor. Anglashilmovchilik. Gaplashish kerak. Gaplashish. Shu topda Ivan Dmitrich uyg'ondi. Erinchoqlik bilan doktorga qaradi va aftidan dastlab tushuna olmadi. Lekin uning uyqusi o'chmagan yuzida tezda g'azab va istehzo aks etdi. Sizni ham shu yerga tiqib qo'yishdim azizim. Juda xursandman. Avval siz odamlarning qonini ichardingiz. Endi-chi? Sizni qoningizni ichishadi. Juda soz. Bu qandaydir anglashilmovchilik. Tuh! La'nat hayot. Hammadan ham nimasi alam qiladi deng. Bu turmush azob chekishlar badaliga mukofot bilan emas, yoki operadagi kabi tantana bilan emas. O'lim bilan tamom bo'ladi-ya. O'lim bilan. Kasalxona xizmatchilari kelib, o'likni qo'lidan, oyoqdan olib sudrab yerto'laga eltib tashladilar. Ha mayli. Shunisi borki, bizlarga u dunyoda bayram bo'ladi. Ha, men u dunyodan bu yerga arvoh bo'lib kelaman va gazandalarni o'tini yoraman. Men ularning sochlarini oqartirib yuboraman. Shu daqiqada Andrey Yefimovichni birdan umidsizlik qamrab oldi. Ikki qo'li bilan panjaraga yopishib, kuchining boricha silkitdi. Mustahkam panjara qo'zg'almadi. Keyin qo'rquvdan panoh tortib, Ivan Dmitrichni oldiga bordi. Azizim, ruhim tushdi. Ruhim tushdi. Yana falsafa soting. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bir kun siz Rossiyada falsafa yo'q, lekin hamma falsafa sotadi degan edingiz. Nega endi mazax qilib kulasiz? Norozi bo'lgandan keyin har qanday kishi ham falsafa sotadi-da. Aqlli, ilmli, mag'rur va ozodalikni sevuvchi odamga aziz zotga orqada qolgan iflos shaharchaga borib, topib bo'lishlikda, keyin umr bo'yi bankka va zuluk solish, garsishlik qo'yishdan boshqa iloj yo'q. Mutaxamlik, razillik, fikri charkashlik, cheklanganlik, ya Rabbi, ya Rabbi. Bu mag'rur gaplarni aytyapsiz. Yo'q. Hech ilojimiz yo'q. Zaifmiz azizim, zaifmiz. Men beparvo edim. Tetik va sog'lom fikr yuritar edim. Hayotning birinchi zarbadayog' ruhim tushib ketdi. Majolim qolmadi. Zaifmiz, yaramasmiz. Siz ham shundaysiz azizim. Yo'q. Siz aqlli, oliyjanob odamsiz. Go'zal xulq sizga ust bilan kirgan.
lekin hayotga qadam qo'yar qo'ymas horib kasal bo'lib qolgansiz. Zaifmiz. Zaif. Kech kirgandan beri qo'rquv va alamdan boshqa yana qandaydir sira nari ketmaydigan bir his Andrey Yefimichni ezib turgandi. Nihoyat angladi. Uning pivo ichkisi va papiros chekkisi kelayotgan ekan. U eshik tomonga yurib tashqariga chiqa boshladi. Shu on Nikita irg'ib turib yo'lini to'sdi. Qayoqqa bormoqchisiz? Mumkin emas. Uxlash kerak. Men bir nafasgina hovlini aylanib kelaman. Mumkin emas. Ijozat yo'q. O'zingiz yaxshi bilasiz-ku. Agar men shu yerdan chiqsam birovga bir narsa bo'ladimi? Tushuna olmadim, Nikita. Men ishga chiqishim kerak. Ishim bor, tushunsang-chi. Tartibsizlik qilmang, yaxshi emas. Bu nima degan gap, ha? Chiqarmaslikka uni nima haqqi bor? Bizlarni bu yerda qamoqda tutishga qanday haqqingiz bor? Qonunda sud hukm qilmaguncha hech kim ozodlikdan mahrum qilinmaydi deb ochiq aytilgan. Bu zo'rlik, o'zboshimchalik. Albatta, o'zboshimchalik. Chiqaman dedim, chiqishim kerak. Nikita, chiqarmaslikka haqqing yo'q, chiqar deyapman senga. Chiqar deyapman. Eshitsanmi, befahim hayvon! Och bo'lmasa eshikni sindiraman. Och, men talab qilaman, Nikita, och. Och deyapman, hech bo'lmasa Yevgeniy Fyodorovichni chaqirib kel. Ertaga o'zlari ham keladilar. Men chaqirayotganimni ayt. Bizlarni hech qachon chiqarishmaydi. Shu yerda chiritishadi. Ey Parvardigor, nahotki haqiqatdan dunyoda do'zax yo'q va abrahlarni kechirib qo'ya qolinadi. Qani adolat? Och ablah nafashimni olib ketdi. Boshimni yoraman. Och deyapman. Olxo'rlar. Och. Eshikni tez ochdi. Ikki qo'li va tizzasi bilan Andrey Yefimichni qattiq itarib yubordi. Keyin quloch kashlab mushtimi bilan yuziga tushirdi. Andrey Yefimichning xayolida kattakon sho'r to'lqin boshigacha ko'milib kravatga sudrab borayotganday bo'ldi. Dar haqiqat og'zi sho'rtang bo'lib ketdi. Qon to'lgan bo'lsa kerak. U suzib chiqmoqchi bo'lgandek qo'llarini qimirlatgan ediki, kimningdir kravatini ushlab oldi. Shu topda Nikita 2 marta yelkasiga urganini sezdi. Ivan Dmitrich qichqirdi. Uni ham urishgan bo'lsa kerak. So'ng hammasi jim bo'ldi. Dahshatli edi. Andrey Yefimich yotdi va damini ichiga oldi. U yana urishadi deb o'ti yorilib kutardi. Xuddi birov o'roq olib unga sanchib, ko'kragida, qornida bir necha marta burab qolardi. Og'riqqa chidolmay yostiqni tishlab, tishini tishiga qo'ydi. Boshi va oxiri yo'q fikriy tarqoqlik orasida birdan dahshatli, og'ir fikr ravshan esiga keldi. Turdi. Tovushining boricha qichqirmoqchi va tezroq yugurib borib Nikitani, Xobotovni, Nozirni va feldsher, so'ngra o'zini o'ldirmoqchi edi. Lekin ko'kragidan biron tovush chiqmadi. Oyoqlari bo'ysunmadi. Bo'g'ilib, enidagi xalat va ko'ylakka chang soldi, yirtib tashladi va behush bo'lib kravatga yiqildi. Avvalo juda qattiq titradi va ko'ngli aynidi. Xayolida qandaydir jirkanch bir narsa butun vujudiga, hatto barmoqlarigacha singib, me'dasidan tortib boshigacha chiqib, ko'zlari va quloqlariga to'lib qolganday bo'ldi. Ko'z o'ngi yashil tusga bo'yaldi.
o'g'ri. Muttaham, o'g'ri. Jallob, muttaham, o'g'ri. Jallob, muttaham, jallob. Hamkasb, men bilan tanishuvga borib kela olaysizmi? Hechqisi yo'q. Xudo xohlasa sizlar qolasiz. Xudo xohlasa sizlar qolasiz. Xudo xohlasa sizlar qolasiz. Andrey Yefimich qazosi yetganini angladi va Ivan Dmitrich Mixayloveryanch yana millionlab odamlarning abadiylikka ishonishlarini esladi. Bordi-yu, abadiylik bo'lsa-chi? Lekin u abadiylikni istamas edi va bu haqda faqat bir lahzagina o'yladi. Uning yonidan kecha kitobda o'qigani g'oyat go'zal va viqorli kiyiklar podasi yugurib o'tdi. Keyin bir ayol unga qo'lini cho'zib, buyurtmali xat uzatdi. Mixayloveryanch nimadir dedi. So'ng hammasi g'oyib bo'ldi. Andrey Yefimich abadiy uyquga daldi.